Kongoz ve Erva. Yişo, sen zaten kaçan sürtüp olursa? Hava bekle ısıp gitti. Şuna asla sürtüp atımen. Havanı ısıp gitti digili olmaydı. Köngülde hatırcam tutsanla, tabi salkındap kalısan. Demek senin dua ibadetten yeterlik olmagan, Yişo. Kapılmam. Boldu. Bu yerlerini tazlap boğandan keyin suni almashtırıvet. Uqdingmi? Tezroq bol, ha? Ma'qul. Nima degan issiq? Hech yo'q. Xo'sh hamsa. Sho'nen akam har qatim shamolning chiqishi qarab ish tutadi. Qiziqchimi? Menmi unchalik astoydil bo'lib ketmay. La 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 la. La la la. Sirtib oldim. Atla, men but satıvağa pakı su quyup qo'ymabdiman emasmi? Qanday qilay? Bo'ldi qilay. Xafa endi ishim tugadi. Bo'ldi, yasab bo'ldim. Yesho nimishqa qapas yasaydi? U zodi nima qilmoqchidir? Ha, o paqra qo'ng'iz tutmoqchi ekanda. Ango ibodatxonasida oqshom paqra qo'ng'iz paydo bo'lib qoldi. Burun paqra qo'ng'iz paydo bo'lib baxmagan edi. Buningdan Yesho ham kandiki kishilar baxo'sh bo'lishdi. Voy, nima degan ko'p, ha? Nima degan chiroyli ko'rindikar. Yesho aka qarang beshingizni birpa. Kichik do'stlar, sizlar paqra qo'ng'izning nimishqa nur taqitadiganligini bilamsizlar? Chunki paqra qo'ng'izning tenida bir xil nur taqitadigan hujayra bor. Mana shu yerdan bir xil nur chiqadigan moddani taqitadi-da, oksigen bilan uchrashgan aman yenishqa boshlaydi. Anglashlarga qaraganda, qadimgi zamondagi kishilar paqra qo'ng'izning nurida kitob o'qigan ekan. Bu karamat ishkan, lekin Yesho nima qiladigandu? Su beringlar. Su beringlar. Men usab ketdim. Su ichiman. Men bek usab ketdim. Su ichiman. Su tepildi. Qutuldiringlar!
Yisho, sen horulluq qilib manga suv bermiding. Bak eski ekansan. Meni kechiring. Men endi undaq qilmayman. Undaq qilmayman. Meni qutuldirib eling. Qutuldiringlar! 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 Tushimkan-ku. Qo'rqib o'layli dedim. Lekin bek usab ketdim. Yisho? Yisho? Bu kechada chaqirgan kimdi? Ajab bir ish bo'ldi. Men bir ayol kishining ovozini aniq anglagan tursam. Yisho? Hergiz paqraq qo'ng'izni tutquchi bo'lmang. Paqraq qo'ng'iz? Agar boshqalarga deb qo'ydigan bo'lsangiz, sizni hergiz bo'sh qo'yib etmayman. Uqdingizmi, Yisho? Jin! Jin! Alvasti! Alvasti! Oy! Nim qilyapsan? Bu satvaga suv bermaganligim uchun meni qo'rqitayotgan o'xshaydi. Cho'qim shundaq. Zodi nima ish bo'lgandi? Angu ibodatxonasining oldidagi kichik ko'lda paqraq qo'ng'iz tutishga bo'lmaydi, Yisho. Nima? Yisho? Yisho, zodi nima ish bo'ldi? Gap qiling-a. Men Sang'unning havolasi bilan paqraq qo'ng'iz tutqili kelgan edim. Lekin siz tutmanglar debsiz. Men quruq qo'l qanday qaytib ketaman? Yisho, qani deb yiqing-a. Nima ish tutqili bo'lmaydi? Sababi zodi nima? Gap qiling-a, Yisho. Men sizga deb beramayman. Ish qilib bo'lmaydi, tutishga bo'lmaydi. Nim bo'ldingiz, Yisho? Yisho! Ko'lchakdagi paqraq qo'ng'iz yolg'iz sizning bo'lmasa, ha? To'g'ri, iliq to'xtayni esib qo'yguning nimasi, ha? Kechiringlar, meni bundaq qistimanglar. Yisho odatda bek eg'ir besiq edi. Ajab to'satli o'zgarib qoldi-ku. Rayib qalan. Bu ahvoldan qaraganda boshqalarga esi bo'lmaydigan siri bor o'xshaydi. Hammamiz Yishoning digini bo'yicha ish tutaylik. Lekin Rayib qalan, bu Butsatva, men arvoh qizning digini bo'yicha ish ko'rdim. Endi meni afu qilib etgan bo'lsangiz. Yisho. Men bilaman. Yisho. Men bilaman. Немишqa va'dangizga amal qilmaysiz. Yo'q, bo'lmaydi. Qarang, men buni bo'ldi tushundirmang. Shinyo'vey men bugun kechda nihoyat ko'p paqraq qo'ng'iz tutdi. Men aslida sizga bek ishongan edim, Yisho. Lekin meni umidsizlantirib qo'ydingiz. Yana va'dangizga amal qilmaydigan bo'lsangiz, sizni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Uqdingizmi, Yisho?
Shinyobimin bir askeli paqra qo'ng'iz tutdimi qandaq? Shundaq tutdi. Shinyobimin nimishqa bundaq qilasiz, ha? Yesho, siz xapomang. Bu so'rg'iningiz bilan tugaydigan ish emas-da bu. Men qarang Yeshu aka. Buvamning aytishicha, Shinyobimin apandi ostandagi kishilarmi paqra qo'ngizni ko'rsin deb tutibdi. Ostandagi kishilar ko'rsin deb. Bu nima qilganingiz, Shinyobimin, danga? Rost shundaq. Astananing o'ttirsidan eqib o'tadigan Kamo daryosiga har yili paqra qo'ng'izlar keladi. Kishilar uni tomosha qiladi. Lekin urush tufaylidan Kamo daryosiga keladigan paqra qo'ng'izlar yo'qolib ketdi. Uzun yillardan beri paydo bo'lmagan edi. Shunga Astananing yoz kunlari shundaq jimjit, zerikishlik bo'lib ketdi. Sanğon bu ishga bak ko'ngil bilib, har qaysi joylardan paqra qo'ng'iz tutib kelib, Kamo daryosiga qo'yib berishni menga buyurdi. Aslida mundaq gapganda, ostandagi kishilarni deb paqra qo'ng'iz tutib ekansiz. Yeshu aka, ostandagi kishilar paqra qo'ng'izni ko'zi bo'pti ekan. Xo'sh bo'p ketay, bo'lamdi. Lekin agar bu qitim tutadigan bo'lsa, arvoh qiz cho'qim men nima arvoh qiz u, ha? Yeshu aka. Sadi nima ish bo'ldi? Gap qiling. Hech bo'lmadi, hech bo'lmadi. Yeshu aka! Yesho! Yesho! Yeshu! Ha? Aldirmanglar. Aram elib olay. Birdam aram elib olay. Arvoh qiz? U tush ko'ribdi-da. O kichik boladek ekan u. Uni mazaq qilmanglar. Sizlar uni mazaq qilavergansizlar-ku. Yana kelib Yeshu akam hozir tushi bilan uni farq etmayotgan bo'lsa kerak. Sizlar uni Undaq bo'lsa. Siz nima demoqchi? Nima bo'ldi? Shunyan, siz mundaq bir hikoyani anglagan bo'lgaymidingiz-ken? Anglashimcha, paqra qo'ng'iz Minamoto Heian urushida o'lganlarning ro'yidan paydo bo'lganmish. Ro'yidan? Yana kelib paqra qo'ng'izda Minamoto jamiyati bilan Heian jamiyatining paqra qo'ng'izining tarkibiy qismi bor ekan. Mening demoqchi bo'lganim, tunugunki paqra qo'ng'iz balki Minamoto yoki Heian jamiyatining o'lib ketgan malikasidan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Arvoh? nima degan qo'rqinchliq. Men sizlarni aldab qo'ydim. Bu dunyoda arvoh degan narsa yo'q, ha? Nim qilganingiz bu, Shinyobimin odam ko'ldirilishga usta ekansiz. Shu emasmi? Bizni qo'rqitmang. Xapomanglar, hargiz xapomanglar. Gapning qisqasi. Mayli nim bo'lsin, biz tezdan hiliqi ishki ayolning salohiyatini aniqlab chiqmasak bo'lmaydi. Bugun kecha ajab surlik turdi-ku. Ular sezib oldi. Hay! 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 Ketdi o. Siz ikki odamni
tuyuqsiz yo'qolib ketdi edemsiz. Shundaq. Qaraganda ular rostilla arvoh o'xshaydi. Agar yeni kishilar faqra qo'ng'iz tutadigan bo'lsa, meningcha arvoh Yeshuni bo'sh qo'ymaydi. Ular hatto Yeshuni o'ltirib etishi mumkin. Bu bek xatarlik shumi? Ustoz, men qanday qilsam bo'ladi? Ustoz, Odam tug'ilgandila bu dunyoga tanho keladi. O'lgan chog'dimi tanho ketadi. Shunga o'zining ishini o'zi qilishga to'g'ri keladi. Men sirtqa chiqaman. Bugun kechroq qaytib kelaman. Lekin Raifkalan Yeshu xatarlik ahvolda qilyapsa, siz sirtqa chiqaman deysiz-ku. Sizda mas'uliyat tuyg'usi yo'q ekan, Raifkalan. Yeshu, xotirjam bo'ling. Men ko'zatib turib, hech qanday odamning faqra qo'ng'iz tutishiga yo'l qo'ymayman. lekin shahardagi kishilar qanday qiladi, ha? Endi o ishlarga ko'ngil bilib ketmaysiz. Yesho. Xotirjam bo'l. Men mo ko'zatib turaman. Sening qiyinchiliqing bizning qiyinchiligimiz. Yeshivaka, ostondagi kishilar faqra qo'ng'izni ko'rib olsin bo'lamdi. Agar siz yana va'dangizda turmaydigan bo'lsangiz, biz sizni hargiz bo'sh qo'yib etmaymiz. Asta! Men qanday qilsam bo'la? Qanday qilsam bo'la? To'g'ri. Kelinglar, kelinglar! Faqra qo'ng'izlar, u tarafga suv qirtaq, bu tarafga suv tatliq. Kelinglar, kelinglar, faqra qo'ng'izlar! Kelinglar! Yesho, unda qilmag'in. Biz jafo tatib sen qarishib berib olsak, sen faqra qo'ng'izlarni tutqib turding-ku. Yeshu, nimishqa bunda qilasiz? Siz texchi bilmayapsizsiz? Men faqra qo'ng'izni tutib, ostondagi kishilarga ko'rsataman. Lekin bunda qilsangiz, arvoh sizni nima qilib eti? Siz buningdan qo'rqmamsiz? Hech vaqasi yo'q. Siz nimda yuriydigansiz? Ostondagi kishilar faqra qo'ng'izni ko'zili bo'ldi. Meni jazolasimi? Hech vaqasi yo'q. Hey, to'xta! Yeshu! Kelinglar, faqra qo'ng'izlar, u tarafga suv qirtaq. Arvohni ochiq kelsa, baloyi ofat yuz berdi jumo. Ko'pchilik tezroq nomni ep chiqinglar. Tez! Chapsan ep chiqinglar. Shunyan aka, siz nima qilay deysiz? Ular degan arvoh nom yeningda bo'lsalar, ular sana yaqin kelmaydi. Ammayla Yeshuni o'tirimizga evalayli. Andin unlik ovozda nom o'qiyli. Amitabha, 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 Yaqin kelishma. Agar yaqin keladigan bo'lsanglar, ko'ygidiginglarni ko'rsataman. To'xtab turing. Apa! Apa! Bu zaten nima ish? Ajab bir ish bo'lyapti-ku. Bu mundaq ish, bu ayol Chen Yuan, Chen xo'jayinning qizi Chenjin bo'ladi. Ha? Chin begim? Janubiy sulolaning mashhur sarkardasi Chin Yuan, Chin begimmi? Shundaq, mening ismim Chenzi. Shinyo'vey men cho'qim anglagan bo'g'idingiz. Yuan begim bir qatimliq jangda o'lgan. Yana kelib butun qo'shinni tarmar bo'lgan. Chenz xanam Yilu xonimning turtkisi bilan dadasining jasadini elib, mushi ibodatxonaga kelib, mushiya ko'mishni talab qilgan edi. Bu gapcha siz ma'qul bo'pti ekansizda? Ma'qul bo'lgan edim.
Bundan keyin janub shimol deb ayrilib ketmasligini ko'zda tutdim. Chenzi shimollik qatillarning qo'lidan qochib qutulib, hozircha mening bir do'stimning uyida turyotidi. Yaqinda bu ibodatxonada paqira qo'ng'izlarning paydo bo'lganligidan xabar tepib, buni dadisi va uning qo'l ostidagilarning ro'yidan paydo bo'lgan deb qaragan. Shunga kishilar paqira qo'ng'izlarni tutsa, bu Chenziga nisbatan yuragi etishgandek ish bo'ladi-da. Men uning azoblanayotganligini ko'rib, uningga Yeshodan yordam so'rang degan edim. Bu ishning jarayoni mushundaq. Men mushundaq tushundirsam bo'ladigan-da, Yesho. Nima? Aslida mundaq ishkanda. Lekin men mushu ish bilan sizni qo'rqitdim. Meni kechiring, Yesho. Kerak yo'q. Men kechirim so'rsam bo'ladi. Men sizni arvoh debdiman. Lekin asli gapimizga kelsak, Raib Kalan, siz Chenzi xonim ekanligini qanday faraz qilib bilib oldingiz? Men gumon qilib Yilu xonimni izlab tepib isbotladim. Asli mundaq gapganda. Shinyuveymin apandi. Siz Shimoliy suloldan kelib chiqqan amaldor. Men sizning shafqat qilib Chenzi xonimning ishini unutib ketishingizni umid qilaman. Bo'lamdi. Lekin men Shinyoviymin apandi, o'tinib qolay. Shinyoviymin, siz uningga kengchilik qiling. Men faqat arvohni ko'rdim. Ko'rgan jin alvaslarni bir-birlab ma'lum qilg'ili tursam, haqlar meni mazoq qilmamdi, a? Shinyoviymin apandi. Sizga ko'p rahmat. Men shafqatingizni menga unutmayman. Ismi jismingizga loyiq ish qildingiz. Yaraysiz. Meni mazoq qilmang, Yesho ustoz, a? Ras, Raib Kalan menga Ostondagi kishilarning paqira qo'ng'izni bak ko'ygisi borligini degan edi. Sizlar endi dilg'ul bo'lmay, paqira qo'ng'izni tutaveringlar. Ha? Ras tutsak bo'lamda? Ha. Navada ash paqira qo'ng'izlar haqiqatan dadam bilan uning qo'l ostidagilarning ro'yi bo'lib qolsa, ular shunday qilishga rozi bo'ladi. Chenzi xonim, rahmat sizga. Turib kelinglar, biz xo'shlashaylik. Yo'lda ko'proq ehtiyot qilinglar. Chenzi xonim, o'zingizni ko'proq asrag'aysiz. Ma'qul, sizmi o'zingizni ko'proq asrag'aysiz? Yesho aka? Mushagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休お隣同士の丸屋さんと角屋さんは何かにつけて喧嘩ばっかりしているのたまたま通りすがりの一休さんがその仲裁に入ったばっかりにとうとう裁判の仲立ちまでしなければならなくなっちゃったのよさあ一休さんどうするかしら次回一休さん隣の花と子供の喧嘩をお楽しみにいたずら
Balının kalbi. Bir iş chiqqandek qiladi. Yuring, berib ko'rib boqayli. Kech qalsaq ustoz tillaydi. Chapsan ibodatxonaga ketayli Yeshu aka. Hech nima bo'lmaydi. Tunji xo'jayin, siz xatolashdingiz. Nima deb biz tozlig'idakmiz? Siz bak oshirib etdingiz jumo, ha? Hay. Govun efendi, sizning ko'zingiz ko'rmi? Nima ish bo'ldi? Mundaq ish. Ular ishigining oldidagi tezakni deb urushib ketyapti. Tezakning ko'p qismi siznikida bo'lgandan keyin siz tozalaysiz. Biroq bu sizlarning uydagi otning teziga tursa, ha? Kahrim yo'q. Kimning eshigi oldida bo'lsa, shu tozlasin. Buningdimi yo'lliq ish yo'q. Esta, bak yo'lsizlik qilyapsiz jumo, ha? Aslida ikkisi bir-biriga yo'l qo'ysalar hal qilinib ketadigan ishni joyli qilib kayniga suryotidi. Bu ish odamning beshini qatirdi-da. Shu yezu tezakni biz tozalab etaylik. Yo'q, unda qilsak kech qolamiz Yeshu aka. Biroq Menimcha siz qasddan ish termoqchi. Bu ishni siz qasddan qildingiz, xo'daymi? Ha, nima? bo'ldi. Ha? Bo'ldi, ish qilib vaqirashmasanglarchi. Ha? Nima qilasiz, Yeshu? Shu yezu. Voy, buni sizga tozalab qo'ysak sat bo'lmamdi, ha? Bu Hech qisi yo'q. Ha? Men Hey, quruq gap qilganning o'rniga tozalab etsizlar. Ish tugaydigan gap, govun efendi. ha? Indavasiz? Yesho, uning bilan koringiz bo'lmasin. Uni yomon o'gitib qo'ysiz. Baksat bo'ldi. Sizga beradigan bir narsa yo'q ekan. Choy bo'lsa-mo, ichmang. Bo'lamda. Bo'ldi, ibodatxonaga qaytmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa kech qolaman. He, undaq demang. Quruqlik etsangiz ko'nglim unmaydi. Keling. Choy iching, ha? Keling. Mening korim yo'q endi. Bundaq talash tatish bo'layotgani xeyli kunlar bo'ldi. Yerim oydan buyon kundadagidek so'qishyapmiz. Bek zerikdim jumo. Nima ish bo'lgan edi? Uyning ijara haqqini o'stiramiz degan edi. Men qo'shilmagan edim shu. Ijara haqqini? 3 oyning oldida u bizniki kirib, uyning ijara haqqini o'xshash o'stirsak degan edi. Men hozirgi bahodimi foyda ilovatimizga deb uning talabini rad qilgan edim. Shu chaqdimi bek xafa bo'lgan edi. Shuningdan keyin kundadagidek mushundaq yo'qolan ishlarni terib, meni o'sal qilyotdi. Qanday qilsam bo'ladi ekan tang, menmi bilmadim. Hey. Xo'jayin, Ha? chatoq bo'ldi. Yana nima bo'ldi? Tunji xo'jayin bizning daraxtni kesib bordi. Ana, To'xtang, kesmang. Nima qilyapsiz? Tutilishib ketdi. Kesib etay. Siz zodi nima qilmoqchi? Uni kesilganqa haqqingiz yo'q. U o's meni o'ylam kirgandan keyin mening mulkim bo'ladi. Uyimdagi narsani qanday bir taraf qilish o'zimning ishi. Biroq siz Endi bo'ldi. kesibdi. U hajab yo'lsizlik qildi-ku. Yeshu, o'tirib qolay, menga yordam qiling. Yana mushundaq ketaveradigan bo'lsa, yana nima ishlarni qiladi bu? To'g'ri deysiz. Bo'lmaydi, biz qaytaylik. Mundaq ketaversa, govin xo'jayiniga tasib o'g'idek. Sizdan o'tirib qolay, Yeshu. Hajab amal yo'qkan sizga. Ustoz tilisa, karim yo'q meninkijimi? Qatdim. Yaxshi, birdamdan keyin hammamiz birga sakraymiz. Tayyorlaninglar. Ma'qul. 1, 2, 3. Nima ovozdi bu?
Voy Cahan, acaba vaqirab ketdi go. Voy can ağrıp ketdi. Ağrıp ketdi. Nima qilyapsizlar? Qo'yib o'tinglar. Burnimni uzib oldigan bo'ldinglar. Voy can. Voy ey, unda qilmanglar. Yeshuv kelsiz go. Govin xo'jayinning buyrug'iga binoan ho'ylidagi burnini kesib o'tay degan edim. Yo'q, unda qilmang. Govin xo'jayin, har ne qilinga? Mana hozir. Yo'q, burnimni kesmanglar. Yo'q, unda qilmanglar. Siz kimning o'ylisida burnim bo'lsa, uni qanday qilish o'zining ishi demaganmidingiz, ha? Bu qandoq gap? Bu daraxt bilan burun o'xshamdi. Xatolashdingiz. O'zimning narsani qanday qilsam, o'zimning ishi. O'tinib qilay, burnimni qo'yib o'tang, Bo'ladi, biroq va'da qiling, qo'shningizni endi qistimaysiz jumo? Ma'qul, ma'qul, chapsan qo'yib o'tang, voy. Agar gapingizdan yeyinib olsangiz, mahkamaga berib ustingizdan arz qilaman. Tushundim, endi burnimni qo'yib o'tang. Voy can, voy can. Qandaq gap bu? Keşqağınını az deb, ko'chidagi majralarga arilishib yurdingmi? Voy, yog'och quloq. Kechiring ustoz, men xato qildim. Odat sana nimalarga diqqat qil deydim. Hamma gapni unutib qoldingmi? Chiqib polni parkka surt. Bildim. Yeshu akam pek bichor ekan. Pol sirtibsan go. Yeshu o'g'irlik qilmay pakka sirt, ha? Pek eski ekansiz. Ajab yamankan, ha? Ustoz, biz ma'lumdoq. To'xta! Yeshu, birga o'ynaylik-ku. Bo'lmaydi. Bugun yeni kash qilsam, ustoz tillaydi. Siz hajabkansiz. Yeshu, qarang. Tugashdim. Endi o'ldim. Uni o'ldiryaptim. Yuringlar. Yeshu, sen kichik bolalarga o'xshab qolding go. Menga. Elim bo'ldi. Meni rostla uryapsan-ku. Men cho'choq qildim. Urdim. Men seni qasddan urmadim. Meni rost urdim. Urmadim. Ey, yiqilib. Yeshu, diqqat qil. Yeshu, sen so'zishni bilmaydigan tursan. So'zishni bilmayman. Qutqizinglar. Yeshu, o'shunga keldingmi? Shundan aka, bu qiya. Tevipning uyi. Tevipning uyi? So'zishni bilmay turib xalqni qutqizmoqchi bo'lding. Bak qo'rqitib jimo meni. Yanada bo'lmagan bo'lsam, allaburun tunjiqib o'latdim. To'g'ri. Yiriqi bolachi, u qandaqroq? U boladan xotirjam bo'l. Tevip u bolaning yenida peshonasi ozroq surilib ketibdi. Cho'ng chatoq yo'q ekan. Obdan bo'pti. Ha, o'shingizga kapsiz-g'o. Tevip, meni kechiring. Sizni avvar qildim. To'ngji xo'jayin, bu yerda o'tirsiz-ku. O'g'lim yaralangan tursa, ko'gili kasam, bo'lmabdimi? Bu bola sizning o'g'lingizmidi? Baxatarlik bo'ldi. Yilimi eg'ir yaralanmabdi. Beshida yar izi tursa, qandaqsiga eg'ir bo'lmag'idak. To'nji apandi, o'g'lingizni qutqizgan odamga nimoncha bo'la qo'pollik qilasiz? Hech qisi yo'q. Boshqa ishim bor edi. Men mangay, To'ngji xo'jayin, omon bo'ling. Xo'sh. Govin xo'jayin? Ey, Yeshu, siz kelsiz-ku. Siz nima deb keldingiz? Anglasam, o'g'lim To'ngji xo'jayinning o'g'lini suvga ishtirib etibdi. Shunga yo'qlab kelgan edim. U ishtirgan bola sizning bu To'ngji xo'jayin. Shu chaqda men uyda yo'q edim. Shunga kech qoldim. O'g'lim qamlashmagan ish qildi. Meni kechiring. O'g'lingizni davolash pulini men ko'tiray. Uningda sirt yana ozroq pul beray. Bu ishni pul bilan hal qilolmaydi. Ochiqningiz bor. Buni to'g'ri tushunaman. Bo'ldi, gap qilmam. Siz bilan boshqa kun hisoblashaman. Mana,
Hemen özünden kö. Ben sana onun balısı bilen oynama demedim ko. Bırak men. Bıraklarını koy. Bana gep anlamaganın cacısıymış şu. Qandaq qilaman? Qarg'anda o, bo'ldi qilmaydigan o'xshaydi yeyshi. Ensirmen, şu tapda o bekli xapa. Şuna hemmimizge qopal tegiyotudu. Keyinchi cho'qim past qo'yga tushib qoladi. Digiringizdek bo'lsin ilohim. Çatak bo'ldi. Yana kech qoldim. Men uxrar. Men to'g'ri qilmadim. Ustoz sirti uzun yurma degan edingiz. Biroq men yana kech qoldim. Bugun ustoz qandoq jazo bersangiz mayli. Men qabul qilaman. Ustoz, meni kechiring. Meni kechiring. Yisho. İnsanның hayatı intayin qimmatlik. Qoida degan yuzaki narsa. O keyingi o'rinda turadi. Mana bu duo ibodatga yotadi. Sening qilganlaring Budda yo'lidagi ishlar. Biroq sana jazo bermasam ko'ngling xotirjam bo'lmag'idek. Berib polni surtib et. Ko'ngling xotirjam bo'lg'is surtgin. Ustoz, ajabkansiz. Voyjon. Yisho! Yisho! Yesho! Ha? Aldırmanglar. Aldırmanglar. Aramayla olay. Birden aramayla olay. Yesho aka! Yesho aka! Bir sizni izlab ketdim. Meni mi? Govin xo'jayinkan. Govin xo'jayin? Yisho, o'tirib qolay, o'g'limni qutqizib eling. Zodi, nima ish bo'ldi? Tunji xo'jayin tilangan kishini mahkamaga ariz qilibdi. Ha? Nim debdi? Tunji xo'jayin o'g'limni burundili o'g'ilni o'ltirish g'arizi bor edi deb ariz qilibdi emasmi? Qandoq gap bu? Shu chog'da men naq maydonda tursam, ular o'ynayotganda tuyuqsiz tushib ketgan tursa. Men shundoq o'ylagan. Qarang, bu ishni mahkamadagilarga dafaqamsiz ya Yisho. Menmi? Yisho, o'tinib qolay, o'g'limni deb bo'lsa-mu yordam qiling. Bo'lmasa o'g'lim butunlay tegishidi. Govin xo'jayin, chaqsan o'rningizdan turing. Mening qiladigan nurg'un ishlarim bor. Ustozning yana ayblashini xohlamayman. Mening yana polni surtgim yo'q. Menmi tas ahvolda qoldim. Menga bir yordam qiling. Yordam qila olmayman. Meni kechiring. Men Govin xo'jayin, nega borasiz? Rahib kalamda so'rayman. To'xtab turing, Govin xo'jayin. Kalamning yiniga ketdi. Endi cho'toq bo'ldi. Yisho! Ustoz, Ajab yomonkansan. Haqqimni ko'zitib qo'yibsan, ha? unda qilmadim. İşni yerim yolda tashlab qo'yma. Boshda yordam qilgan ekansan, oxirigacha yordam qil. Ma'qul. Agar o'z vaqtida sir tikash qilmagan, u ikkisining ishiga aralashmagan bo'lsang, bugungi ishmo yuz bermagan bo'ladi. Ma'qul, esimda chin saqlayman. Ishning jarayoni shu. Shinyobimin apandi. Bu gapni mahkamadagi begimga deb qo'ysangiz, arzni qaytarib etgan bo'lsa, men sizdan o'tinib qolay. Shinyobimin, o'tinib qolay. Meni cho'ng ko'rganingizga rahmat. Biroq bu ishni undoq oson hal qilib bo'lmaydi. Nimishqa? Siz amaldor bo'lmag'achqa bilmaysiz. Hukmmi hamma odamning oldida ochiq oshkora chiqarildi. Tushundingizmi? Munosabatga tayindigan ishlarni qilishga bo'lmaydi. Biroq gapingizdan qaraganda aniqli ishkan-ku bu. Siz oqlig'uchi bo'lsangiz bo'ladigandek qiladi. Qilib boqmamsiz, ha? Qandaq dedim Yisho ustoz? Oqlig'uchi demsiz? To'g'ri, Yisho. Deydigan gapingiz bo'lgandan keyin yoshirin degicha xalqlarning oldida ochiq oshkorli demamsiz, ha? Yisho, meningcha shunda qilaylik. Govin, Labay. Tongjining arznomasida sening o'g'ling Tongji Xaoyerni qasdan suvga ishtirib o'ltirmoqchi bo'pti. Sening fikring bormi? Bo'lsa, hozir desang bo'ladi. Fikrim bor. Tunji xo'jayin ortiqcha o'ylab ketibdi. O'g'lim yilon amdi 5 yoshga kirgan tursa, odam o'ltirishni u o'ylay olamdi. Uning farq etish iqtidorimi yo'q tursa, texi. Yolg'on da'vatida begim. Uning bolasi xeli ishlarni biladi. Tongji, seni gap qil demedim. Yisho, siz oqlig'uchi salohiyati turib, fikringizni o'ttirib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ladi begim. Shu chog'da men naq maydonda bor edim. U ishni o'z ko'zim bilan ko'rdim.
ular o'ynashayotganda u bola tuyuqsiz tushib ketdi deganlarimning hammasi rost. Sizga qasam qilay, ishning jarayoni shu. Bir egizmi yolg'on gap qilmadim. Yesho, sizning isbot so'zingizga qarabla, go'un yilani gunohsiz deyishga bo'lmaydi. Nimishqa begim? Baya deganlaringizning hammasi faqat o'zingizning ko'z qarashi. Go'un yilanining ko'z qarashi emas. Shunga go'un yilanining farq etish iqtidori yo'q deb hukm chiqarib bo'lmaydi. Siz to'g'ri dedingiz. Hukm chiqarishda eng muhimi isbot. Go'un yilanining farq etish iqtidori bormi yo'qmi, shuningga qarash kerak. Hamda qaysi xil usul bilan isbotlash kerak. Mana bu masalaning eng halqaliq yeri. Yesho, yana deydigan gapingiz bormi? Agar bo'lmasa, uningga jinoyat bekitaman. Uni odam o'ldirishga uringan deb gunoh ortimiz. To'xtang begim. Men bir amalni o'ylab chiqdim. Deb baqaymi, ha? Qani danga Yesho. Yesho, yana nima amal bor danga? Siz pul va o'yinchiq tayyorlatqizing. Ati govin yılan o'zi kelib tanlab baqsin. Sizningcha bo'lamdi? Pul ula o'yinchiq? Ha, agar u pulni tanlasa, andaqda uning farq etish iqtidori bo'ladi. Jinoyatmi bo'ladi. Biroq agar u o'yinchiqni tanlab olsa, andaqda uni hech ishni uqmaydigan bola ekan deylik. Shundaqla gunohsiz deb qo'yib etiladi. Mundaqda bu bo'ladigan gapkan. Govin, bugun ketib, ati govin yilangni billa mahkamaga ib kel. Bo'lamda? Xo'p. O'g'lim, agar o'yinchiqni tanlasang, qutulib qolasan. Pulni tanlasang, turmaga kirasan. Bildingmi, ha, o'g'lim? Ha? O'g'lim, turmaga kirmayman desang, pulni hargiz tanlama. Hargiz pulni tanlama, uqdingmi? Qani hamsa bir sinab baqayli, ha? Qaysini olasan? To'g'ri. Shundan qana, esingda bo'lsin. O'yinchiqni tanla, pulni tanlasang, turmaga kirasan, ha? Yana bir sinab baqayli, ha? Yaxshi. Shu kuni kashda govin xo'jayin o'g'liga o'yinchiqni tanlab, pulni tanlamaslikni oqaqidan topildi. Bo'ldi, endi bu ishni bir taraf qilamiz. Govin yilang. Nim bo'ldi? Labaydagina. Labbay. Hozir bir odam sening oldinga pul bilan o'yinchiqni qo'ydi. Men tanla deganda o'zing eng yaxshi ko'radigan narsani tanlatmaga ko'z tutsan. Ha. Xo'p. Qara, govin yilang. O'yinchiqni tanlasang, qutulasan. Agar pulni tanlasang, turmaga kirasan. Aniq anladingmi? Ha, anladım. Yaxshi, o narsani olib chiqinglar. Bo'ldi, govin yilang tanlig'ini emasa. Begim, mana endi sizmi ko'rdingiz? Endi uning jinoyatini bekitdim. To'xtab turing begim. Nim bo'ldi, Yesho? O'ylag'animdek bo'ldi. Govin yilangning haqiqatan farq etish iqtidori yo'q ekan. Biroq meningcha tunugin kashda govin xo'jayin govin yilanga pulni tanlasa turmaga kirdiganligini ko'p qitim ta'kidlagan. Uning ustiga boya tanlashning oldida sizni bir qitim askartish berdingiz. O'g'o shundoq. Biroq u yanala jiqpul qachilangan tarafga qo'lini uzatdi. Uning texi kichik bolaligi aniq turmamdi. Bu ishdan uning texi farq etish iqtidorining yo'qligi chiqib turmamdi. Gapingiz yo'lliq. Begim, Yeshoning degani to'g'ri. Men bu shundoq o'yladim. Hozir govin yilani gunohsiz deb hukm chiqardim. To'ngjining arzi qaytariladi. Begimga rahmat. Qandaqsiga undaq bo'ladi. Govin yilang, bak yaxshi bo'ldi. Rahmat sana.
endi biz yana birga o'ynayalaydigan bo'ldik. Meni kechirgin, seni suvga yiqitib Men xato qildim. Sen vaqirmsan bo'pti ekan. Ma, sana beray. Rahmat. Tonji, Ba. ko'rdingmi? Cho'nglar ba'zida ballardan o'rgansa bo'ladi. Mana bu eng yaxshi isbot. Aniq ko'rdingmi? Men xatolashibdiman. Men ayiblik. Burunqilar odam tez yerdan o'tganda ballar ko'rsatgan yo'l bo'yicha menish kerak deydi ekan. Bu gapdan odam ba'zida atrofdagi yoshlardan ilhom oladi degan ma'no chiqib turadi. Shinyovimin apandi, gapingiz bo'lsa, qani davring. Ha, yaqay. Tongji, sen qap yurakli qilib Makkimini ahmoq qilding. Tuzumga bo'ysunmading. Seni qattiq jazolash kerak. Ha? Seni shundoq jazolig'im bor edi. Biroq bu mening doiramdagi ish emas. Sen turmaga kirsang, balang bechora bo'lib qoladi. Balangning yuzini qilib, jinoyatingni kechirib etdim. Shapoitingizga rahmat. Biroq mening bir shartim bor. Bundan keyin qo'shning bilan so'qishmaysan. Inoq o'tsan. Unda qilmaydigan bo'lsang, sendan hisob olaman. Uqdingmi? Xo'p, burun men xato qilibdiman. Buningdan keyin gapingiz bo'yicha ish qilaman. Mush qilib meni kechirib eting. Yana bir ish bor. Yana nima ish? Govin yilon olib ketgan pulni Makkimaga sen to'laysan. Tushundingmi? Ha? Bu obdan gap bo'ldi. Tonji, shundoq bo'lsin. Hey, o'zim topgan balaga nega boray davog' degan shu-da. Endi bu ish mahal bo'ldi. Yisho. Nim bo'ldi? Yisho, ular bundan keyin obdan o'tami? Bilmayman. Men buni bir nima deyamayman. Biroq endi sirti haragiz kech qolmayman. Shinyovimin. Bunda qiling, ha? Burningizni qisib qo'yay. Voy jon, og'rib ketdi. To'xtang. Hey! Yisho aka? Ha? Mushagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様というお姫様が暗黒寺のそばで倒れていたのそのお姫様無理やり結婚させられそうになり逃げ出してきたんですって一休さんなんとかしてあげてと言いたいけどこういう問題はいくら一休さんでも無理よねさあどうなるかしら次回一休さん母のないこと渡り鳥をお楽しみに